Islom inson hayotining ma'naviy va moddiy jabhalarini qamrab oladi. Shunga ko'ra dinimizda amallar ikkiga bo'linadi. Birinchisi qalb amali, ikkinchisi jismoniy amallar. Qalb amalini ko'rib bo'lmaydi. Qalbingizdagi narsani Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Lekin tashqi tomondagi xatti harakatingizni hamma biladi. Namoz o'qiganingizni biladi, haj qilganingizni biladi, zakot berayotganingizni ko'radi. Ro'zangizni aytsangiz biladi, lekin qalbiy amallarni hech kim bilmaydi. Musulmonchilik ana shu ikkita narsadan tashkil topadi: qalb va javorih. E'tiqodiy masalalar bu qalbga taalluqli bo'lsa, amallar esa jismoniy amallarga taalluqli hisoblanadi. E'tiqodiy masalalar birlamchi bo'lib, odamni mo'min bo'lmasligi, dinga mansubligi yoki mansub emasligini belgilaydi. Ya'ni kimsan, qaysi dindansan desa, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh desa bilamizki, demak bu musulmon deymiz, mo'min deymiz. U aytsaki, yo'q, men palonchiga iymon keltirganman desa, o'sha dinda ekan deymiz. Jismoniy amallar savobga sabab bo'ladi. Namoz o'qiganimiz uchun savob olamiz, roza tutganimiz uchun savob olamiz, haj qilganimiz uchun savob olamiz. Ta'bir joiz bo'lsa, e'tiqodiy masalalar mana shu binoni poydevori bo'lsa, amallar uni ustidagi narsalar. E'tiqod deganda poydevor tushunamiz. Ana shu e'tiqod zaif bo'lsa, azizlar, mana u tezda qulaydi. Shu uchun Alloh taolo aqidani mustahkam qilishlikni o'rgatgan. Qur'onda ham, payg'ambar alayhisalom sunnatlarida ham. Demak, aqida fundament, asos, amallarimiz esa uni ustiga qurilayotgan narsalarimiz. Endi buni ustini har xil qurishimiz mumkin, chiroyli, qimmat qurishimiz mumkin. O'sha o'qiyotgan namozlarimiz, qilayotgan ihsonlarimiz va hokazo amallar hisoblanadi. Demak, azizlar, Moturudi rahmatulloh alayhining ishlari ana shu insonlarni hayotda adashmasligi uchun, insonlarni to'g'ri yo'lda yurib bu dunyoda ham oxiratda ham yorug' yuzli bo'lish uchun umrini fido qilganlar.